komiteti shaxsiy tarkibi tantanali marosimga saflandi. Litva Ishonqulov diplom olishga yetib keldi. Ko'rib turganingizdek, ayni daqiqalarda Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov bitiruvchilarga ilk ofitserlik, leytenant harbiy unvonlarini topshirib, ularni ushbu tarixiy kun bilan samimiy muborakbod etmoqda. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. To'g'risi hayajondaman. Keyingi faoliyatimni Milliy gvardiya saflarida davom ettiraman va bundan faxrlanaman. Hayajondaman. O'g'lim vatan xizmatida bo'lishidan faxrlanaman. Men ichki ishlar tizimiga ketsam-da, lekin O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Jamoat xavfsizligi universitetidan o'qiganimdan faxrlanaman. Bu mashaqqatlar menimcha bular uchun shirin mashaqqatlar. Yoshlikdan havas qilganman. Bu yerda meni opam turibdi. Men katta bo'lsam opamga o'xshab harbiy bo'laman. Gvardiyachi bo'laman, vatanni himoya qilaman. Xursandchiligimni hozir so'z bilan sarqilib beraman. Vatanimizga sadoqat bilan xizmat qiluvchi harbiy ofitser kadr sifatida xizmat qilishga va'da beraman. Bolam kelajagiga omad tilayman, davlatga yaxshi xizmat qilsin. Barcha tahlil qiling, bugungi kundagi katta tantanaga butun jamoat va davlat tashkilotlari rahbarlari taklif qilinganlar. Shaxsan Milliy gvardiyaning qo'mondoni boshchiligida bitiruvchilarga oq yo'l, muvaffaqiyat tilashdi. Barchangizga kelgusi xizmat faoliyatingizda omad va zafarlar tilayman. Oq yo'l sizlarga. Sog' bo'linglar. To'rt yil davomida ingliz, rus va turk tillarini mukammal o'rganib chiqdim. Bir kunni oqlab yuraversin. Bugungi bitiruv tadbirida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i, Amir Temur bayrog'i hamda Milliy gvardiya bayrog'i tantanali ravishda olib chiqildi. Bu Amir Temur bobomizning bayrog'i turibdi. Bu bayroq hech qachon yerga tushmagan va har doim g'oliblik timsoli bo'lgan. Va xuddi shunday o'rtada markazda turgan O'zbekiston Respublikasi bayrog'i ham xuddi bobokalonimiz Amir Temur bayrog'i kabi hech qachon yerga tushmaydi. Chunki chap tarafda turgan Milliy gvardiya bayrog'i bu bayroqni hech qachon hech kimga yerga tushirishga aslo yo'l qo'ymaydi.